Assalomu alaykum. Qadrlarim yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Ishlar bilan charchamasdan sog'lik salomatliklaring yaxshimi? Xullas, biz Istraga ketyapmiz. Inshaalloh yo'limizni oldi probka, har doim muborak. Istragacha mana shu turishda ketamiz endi. Biz Moskvada ishlayman men o'zim. Moskvada. Bu tarafda helikopter vertolyotlarda haligi qo'nib uchadigan narsa kurashadigan. O'zim Moskva shaharida ishlayman. Dastlabkida ishlaymiz o'g'lim. Agar kimdirgadir qiziq bo'lsa yo kimdir ishlamoqchi bo'lsa Moskvaga kelib dastlabki sohasida bemalol hozir pastda nomerlarni qoldiraman. Bemalol WhatsApp, Telegram, Max shunaqa narsadan telefon qilib ma'lumot olsalaring bo'ladi. Qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlab turasizlar akalar. Ukalar. Bizni ko'rib turgan kim bo'lsa shu o'zbekistonlik musofirda yurgan akalarimiz bo'lsa qo'llab-quvvatlab turasizlar qo'ldan kelgancha. Vatanimni bayrog'i. Mana biz o'zimiz mana xudo xohlasa 4 yil bo'ldi shu dastlabki sohasida ishlayapmiz. Qo'ldan kelgancha ma'lumot berib, nima qilish kerak, qanday ishlash kerak. Agar kelmoqchi bo'lgan insonlar bo'lsa, yana ham telefon qilsalar, vaqtincha gaplashib, maslahatlashamiz. Hammalaringizga rahmat.